Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopishib olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? O'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi, zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan, sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan, Zakirova sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tikishlarni ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, ustozi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Instiga kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana fiziga ham 3 qo'ydirib kelaman. Qo'yib yuborsizchi? Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz boshini yurib ekan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskender Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uyagan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqarib yuboraman deydi Zakirova. Zakirova sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin ketirasan. O'g'lim rashk qiladi. Zebo, maktabimizgacha suvchilik kelishibdi. Sen sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuringchi? Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan, to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaydi. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashib turgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqat yeydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yumasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rosa kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang, nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga 2 xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman deb. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, mabodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovlimi hidiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel ishiga boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana Eyfel ham tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, eri endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqarib yordingiz eringizni? Balchiq hillagim keldi o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'q narsa shu tarvuzdek. O'z joyiga ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamma ish o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Siz ham tifotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichibsiz? Elevit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elevit ichirganlar. Shu elevit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak. Onajonim, jannatim. Nima ayb pishib qo'yding? Shunimi? Nima ishingiz bor onajonim? Buyuring, qilaman. To'g'risini ayt, nima palakatni boshlading? O'rtoqlaringiz zaningda sumalak qilsa bo'ladi. Bekorlarni 5tasini yebsan, boringlar boshqa joyda qilinglar. Bizning uyda sumalak bo'lmaydi. Zebo, lekin bu qozoninglar kichkina. Ana, endi sumalakni boshqa joyda qilasizlar. Qo'shninikini olib chiqamiz, kattasi bor. Mana shu o'chog'i bilan. Davay olib chiq unda. To'xta. Xush kelibsizlar. Zebo, biz kiyim bo'ldik. Stilada kiyimlar, oyimi kiyimlariga o'xshirkan. O'zi meniki Zebo. Meni kiyim lo'lalanikiga o'xsharkan. Mayli kiyurdim. To'yga deb olganman, hali bir marta ham o'zim ham kiymadim. Sumalakdan tosh topdim, bir parcha quyosh topdim, ko'ksimda yondim. Qozon o'choq tayyor. Sirdosh topdim, mo'jizali mo'jiz tosh yo'llarimda bo'lur tosh, bir umr mushtoq qildim, tugadi tog'dek bardosh. Mana o'tib olib kelamiz. Yigitlar bu o'tininglar kam. Yana olib kelamiz-da. Zebo, ading ko'rinmayaptilarmi? Rostdan ham. Bir dona ham kiyimim qolmabdi.
Endi nima kiyib chiqaman ko'chaga? Shu Zeboli juda zo'rda, qara o'zligi kiyim berishda, sal katta ham mayli. Zebo o'tin qolmayapti. Xos xalq kelaman. Qo'shni o'tininglar A bo'ldi, shart emas, o'tiraveringlar. Mana mashina yoqib turib qolgan uchtasini hozir olib kelaman. Ey, men Tohir dodani hassalari top belli qislataman deguncha qaysidir iflos o'g'irlab ketibdi, mabodo ko'rmadinglarmi? Mana bu hassani. Ko'rmading? Mabodo ko'rib qolsanglar, telefon qo'rasizlar. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, ha. Tosh. Yuvmidi o'zi? Yuvish kerak. Hamma Sumalida ikkita yoqimsiz xotin keladi-yu. O'shalar keldi. Voy, charchab qolmay deb uyimdan stul ham ko'tarib chiqdim. Charchagan bo'lsangiz, o'zingiz bilan olib kelgan stulda o'tirib tura qoling. Mana Sharboy akaning eshigini o'g'irlab ketishibdi. Mana buni qarang ekan. Yo'q, ko'rmadik. Mabodo ko'rsanglar, telefon qo'rasizlar, xo'p? Bo'ldi, ha. Qanaqadir zerikarli bo'lyapti. Balkim kolonka olib kelib o'ynaymiz. Yo'q. Tak rasman uyimda kalonka bor-ku. Sochini shamollar maydalar. Voy, tinchlikmikin? Tashqarida nima baqir-chaqir? Yuringlar chiqib ko'ramiz. Bolalarimiz bilan tarbiyali, aqlli-da. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Pinhona shoshgan qancha, uyingdan chiqmaysan, o'zgarding ancha. Odamday gaplashaylik, qiynama buncha. Nazira, nazira, nazira. Yuragimni ezma nazira. Ichimizmi? Ichimiz. Birovda uyda ichmaymiz-ku. Tugabsan-ku. Mani qolishimga uyimdagilar ruxsat bermadi. Mani-ya. Voy, xibibim, men qolaman sen bilan. Sen qolishingga oyim ruxsat bermaylar, sen ketur. Onajonim, keling, qo'llaringizdan bir o'ping. Yana nima iltimosing bor? O'rtoqlarim qolishsa, voysdan so'rab bering. Mali xo'lama xos ham uxlaganda qora kesiramiz. Boshida kamalak, doshqozonda sumalak. Navro'zi olam kelar, boshida nur chambarak. Niyati yaxshi bo'lsin, qadami Sumali pishdi, chiqlaring. Navro'z yozgan dasturxon, rizq bilan to'liq bo'lsin. Kun boshida kamalak. Ha, chaqirdingmi? Uyimizda idish olib kelman deb, mashina berib turaylik, Ha, og'ir bo'pti. Bobom to'g'rat qilardi. Amayli. Uyimda idish yo'q edi, men buni oldim. Au. Idishinglarni yuvib qo'ydim. Malades, rahmat. O'zimni uyda qolib ketibdi, shunga savab ketaman. Bo'latsan. Следующий. Sen bola menga yoqmading. Toshli joyi senga. Obke. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar, maktabda ko'rishguncha. Mana onajonim bir kunlik Sumali o'tdi ketdi. Hamma xursand. Nima o'zgardi? Qarang, hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yotdi. Top-toza. Hech narsa bo'lmadi. Uyimda o'tin qolmadi, idish qolmadi. Ahvolini qara uyga. Zato bizga ko'proq Sumali qoldi. Navro'z muborak onajonim. Sen qiz bu yoqqa kelgin. Onajonim, hokipoyingizni olay, kechiring. Bechora farzandingiz bir oy qiling, iltimos kechiring. Nima desiz qilaman? O'rtoqlaring ham, sumalaging ham boshingda qolsin. O'zimni hayotimda baxtli yashayotganimda oyim kirib kelib, Zebo, mana bulargani buyingga olib ber. "Yo'q, qo'rqaman." Toming ketganmi? Nega qo'rqasan? Qo'rqmayman, men itga ishladim. Nimaga hamma bularni uyi qo'rqinchli bo'ladi? Bu mana idishinglar, men ketdim, bo'pti. Kakrasang ozgina ishi bor edi. Ozginami? Ozgina. Idishlar yuvib bo'ldim, bo'pti. Endi gilam yuvamiz. Bu nima foydasi bor? Yomg'irda gilam yuvishi. Foydasi kerak emas, sen ishlasang bo'ldi. Bu bo'ldi, endi ketirsam bo'ladi? Ha, faqat mashitlar chop berib ket. Chopib bo'ldim. Kakras jiyanlaring bilan o'ynamoqchi. To'g'ri, yuring. Yo'q, men qaytaman. Qachon? To'g'ri, bitta iltimosi bor ekan. Shu mashinasini yuvib ber. Yaxshilab niyat qilib, menga ham nasib qilsin deb yuvibdimi? Endi ketirsam bo'ladi, ha?
Ha, ketavering. Albatta. Iftorlikka ovqat qilmadim, Zebo, ovqatga borib kelsinlar. 8 soat kutamizmi? Kerak emas. Yandex Go'da lavka bo'limidan zakaz qilsang 15 minutda keladi. Zebo 50 promo kodi bilan birinchi buyurtma uchun 50% chegirma bor. Dastavka lekin. Baribir do'konga ham chiqib kelishingiz kerak. Lavka bo'limidan magazindagi produktlarni ham zakaz qilsa bo'ladi. 24 soat ishlaydi. Senga qolib ketmadim, o'tirishingni qara yalpayib. Voy, maqtab tashlayman, nimalar qilganimni aytib. Bu qizingcha odam bo'lmaydi. Bildingga qimmat ekan. Bitta qo'ldan ish kelmaydi, bilasanmi? Umuman ovqat qilishni ham bilmaydi, uy yig'ishtirishni bilmaydi, bolalarga qarashni bilmaydi. Ertaga erga bersang ajrashib qoladi. Boshingga